Tramp Green Card'ni bekor qildi degan har xil mish-mishlar tarqalmoqda. Videoni oxirigacha ko'ring, hozir batafsil tushuntirib beraman. Barchaga ma'lum, Green Card'ga ariza topshirish jarayoni har yili oktyabr oyining boshidan noyabr oyining boshigacha davom etar edi, lekin bu yil biroz kechikyapti. Hozir sabablarini keltirib o'taman. Birinchi sabab bu Green Card'ni pullik bo'lishi, ya'ni $1 bu yildan boshlab Green Card'ni to'ldirish narxi $1 etib belgilandi. Keyingi sabablardan biri Zagran pasportni majburiy qilish haqida ham ko'rib chiqilmoqda. Agar siz Zagran pasport olmagan bo'lsangiz, hoziroq Zagran pasportga topshirib qo'ying, chunki bu yildan boshlab Zagran pasport ham majburiy bo'lishi mumkin. Xavotirga o'rin yo'q. Oktyabr oyining oxirida yoki noyabr oyining boshida Green Card ariza berish boshlanadi. Albatta men bu haqda video qilib e'lon qilaman. Ungacha nima qilishimiz kerak? Ungacha rasmlarni tayyorlab qo'yishimiz kerak. Rasm qanaqa bo'lishi kerakligini tushuntirib o'tganman. Keyin rasmni to'g'riligini qanday tekshirish mumkin degan ko'pchilikda savol tug'ilyapti. Buni tekshirishni men Telegram kanalimga tashlab qo'ydim. Sayt nomi bor. Saytga rasmni tashlasangiz, uni to'g'ri yoki noto'g'riligini ko'rsatib o'tadi. Green Card haqida yana qanday savollaringiz bor? Barcha savollarni yozib keting, men barchasiga javob beraman. Videoga like bosish esdan chiqmasin va videoni istoriyaga qo'yib, ko'proq do'stlaringizga jo'nating. Barchaga omad.